Hozirda butun jahonda saraton kasalligining o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda. Bu esa barcha tibbiyot sohasi vakillari qatorida har bir talaba, klinik ordinator, yosh va tajribali mutaxassislar o'z ustida tinimsiz ishlashi kerakligini taqozo etadi. Buni esa ustozlar mehnatisiz amalga oshirishning imkoni yo'q. Toshkent davlat stomatologiya instituti tashabbusi bilan respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi hududida ayni mavzuga bag'ishlab xalqaro ekspertlar tomonidan master-klasslar o'tkazildi. Tashkil etilgan ushbu mahorat darslarida Misrning Damanxur saraton markazi professori boshchiligidagi shifokorlar 3 kun davomida o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadilar. Dastlab tadbir dasturiga ko'ra malakali mutaxassislar tomonidan talabalar, klinik ordinatorlar va institut o'qituvchilari uchun seminar o'tkazildi. Unda xorijlik shifokorlar yig'ilganlarga onkoplastik ko'krak jarrohligi yo'nalishida o'zlarining nazariy bilim va ko'nikmalarini ulashdilar. Har yili 3000 tadan ortiq yangi shu o'sma aniqlanadi ayollarimizda. Hozirgi kunda shu sababli juda katta ish bajarilyapti davlat rahbariyati tomonidan. Hozir juda ko'p onkomammografik uskunalar sotib olinyapti va shu bilan birga mobil mammografik uskunalar sotib olingan va shu bilan birga bu skrining yo'lga qo'yilyapti. Bugungi mana shu anjumanimizda mahorat darslarimizda butun respublikadagi mutaxassislar kuzatib olinyapti onlayn, ya'ni internet orqali. Keyingi bosqichda bizning ham mutaxassislar chet o'sha davlatlarga borib, yetakchi markazlarga borib shu amaliyotni o'rganib, bizda tatbiq etishadi O'zbekistonda. Mahorat darslari faqatgina nazariya bilan cheklanmagan. Unda ishtirokchilar uchun jarrohlik xonalarida amaliy mashg'ulotlarda qatnashish imkoniyati ham yaratildi. Shuningdek, yosh mutaxassislar telemeditsina orqali jarrohlik amaliyoti jarayonlarini kuzatib, shu vaqtning o'zida qiziqtirgan savollarni berishlari va ularga javob olishlari mumkin. Bir necha yillar oldin biz o'zaro tajriba almashishni boshladik. Hatto pandemiya davrida ham o'zbekistonlik shifokorlar uchun onlayn vebinarlar o'tkazdik. Mazkur loyiha mamlakatingiz tashabbusi bilan O'zbekiston, Misr, Buyuk Britaniya hamkorligida amalga oshirilmoqda. Aytish kerak, O'zbekistonda bu yo'nalishda katta o'zgarishlar ro'y bergan. Biz o'zaro imzolangan memorandumga ko'ra, bu kabi mahorat darslari doirasidagi seminarlar, amaliy mashg'ulotlarni davom ettirish niyatidamiz. Ma'lumot o'rnida Jamila Po'latova nomidagi onkomaktab ham ochilgan bo'lib, u 2 yildan buyon muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda. Maktab qo'shimcha ta'lim bo'yicha mutaxassislar va o'quvchilar tayyorlash bilan shug'ullanadi. Xorijiy ekspertlar ishtirokidagi bunday mahorat darslarini esa doimiy ravishda tashkil etish rejalashtirilgan.